3 padişahlık. Zaman halkıgan muşavir. 39. bab. Vaziyatni to'nib yetalaydigan Jashu. Yer tuzilishi xatarlik bo'lgan Chang'an baliq. Wu Wang Zhou xandonligini qurganda mushu yerni ostona qilib bekitgan edi. Chu Han urushidan keyin Liu Bangmu mushu yerni ostona qilib bekitgan bo'lib, azaldan tortib qahramonlar to'plashgan, bo'ron chopqiniga to'lgan yer edi. Oldingi 2 qitimliq ostona bo'lishda Xaqonlikni qurgan Xaqonlar bekitgan bo'lsa, bu 3-chi qitimda Dongzhou Xaqonni majburiy holda bu yerga ko'chirib kelgan edi. Dongzhouning baloyi ofatidan keyin Li Jue bilan Gosi bu yerda Liu Bu bilan qattiq jang qilib, Liu Buni qochirgandan keyin ikkaylan baliq ichida oshkora yoshirin kurashni boshlayotgan bo'lib, ayni chog'dagi hashamatlik ostona allaqachon xarablashib, burunqi ovatliqidan asarmi qolmagan edi. Bu chog'da Chang'an baliqning kun chiqish tarafidagi Sangun mahkamasida Xufeng oldirab kenab kengash sarayiga yugurib kirib, sardorlik kursida o'ltirgan Li Jue'ga salom berganicha oldirab so'zladi. Qinata, oldi tarafdagi oyg'oqchilardan jiddiy ma'lumot keldi. Yanjodagi Sosov nechimin otliq lashkarni boshlab, Chang'anga qarab jiddiy yurish qilib turibdi. Lashkar avatib to'simizmi qandaq? Sağ aman, yuvashliq bilan Yanjodu turayvermay. Silogi kelib nima qiladi ekan? Yuz ko'zini soqol besib ketgan Li Jue sharob komzikini ko'tirib bir yutum ichgandan keyin sharob uning uzun soqollarini bo'ylab yiqib ketgan bo'lsa-mu, parvo qilmadi. Qo'pol Shilian erlarining bundoq ushoq ishlar bilan kori yo'q edi. Sovsovning taklifsizlik kelishi Li Jue'ni qilch cho'chitalmadi. Najjimin otliq lashkar nima qila oladi? Chang'anga kelishi o'zini o'limga tutib berganlikda. Qayni ota köy o'g'il ikkisi Sovsovning kelish maqsadini muzokara qilishayotgan chog'da Jangshu bir bambuk putukni ko'tirgunicha ushqandek yugurib kirdi. Sangon, Baqir boyi baliqning sirtida charlayotganda ish harakati gumonliq bir savdogarni bayqab, uning yenini oqtirgandan keyin Sosovning Gosangonga yozgan maktubini tepib oldim. Sangon, ko'zing kechirgayla. Li Jue qoshlarini yemirib, darhol qo'lidagi komzakni tashlab, bambuk putukni oldi. Sangon janoblariga salom. Maktub yerim didor debdikan. Kamini mingdining salomini qabul etgayla. Li Jue degan o'g'ri Chang'anni qalaymiqon qilib, o'rda hokimiyatini egallab olib, Han jamoatini bulg'idi. Ikkinchi Dongzhou deyishga bo'ladi. Kamini mingdi Hanning amri bo'lish siftim bilan Hanning ta'minotini olganman. Shunga Sangunning o'rinlashtirishini anglab, bugun aloytan 5000 xil chavandozni elib Chang'anga otlandim. Sangun bilan birlikda o'g'rini yo'qotqaymiz. Qop yurak! Maktubdagi mazmunlar Li Jue'ning qinini toshtirib, ko'zlariga qon to'lib, bambuk putukni g'azab bilan etib, pora-pora qilib atdi-da, tishlarini g'o'chirlatganicha tovladi. Sağ amanning lashkar boshlab kelishi bekor emaskan. Aslida Gosi degan bu o'g'ri bilan eg'iz burun yolishib yuribdi-da. Yaxshi. Yaxshi. Sizlar darhol bargohga qaytib, lashkar otlarni tayyor qilinglar. U mening kallamni olmoqchi ekan tuqqi. Men avval uning kallasini olay. Bosh ustiga. Xufeng, Li Shi, Jangshu uchi salom bergandan keyin o'rlib chiqib ketdi. Ularning yanida uchsig'i uzun to'n kiygan, choch soqollari oqargan bir yashangan kishi bo'lib, ko'zlarini netchi pirqiratgandan keyin g'azabi chekiga yetgan Li Jue'ga qarab, beshini asta choyqadi-da, Jangshularga agishib chiqib ketdi. Yo'y Sangon, to'xtab tursizlar. Baqir bir ishda o'zlaridan ta'lim olay degan. Yashangan kishi Jangshuga yetishib olgandan keyin kulib turib so'radi. Voy, Vinxi taqsir keldi-ku. Nimani so'ramoqchisilar? Jashu, Javinxi. Ko'z oldidagi bu 50 necha yoshlik bovoy 3 podshohlik davridagi eng zaharxanda aqldor deb nom olgan Jashu edi. U Jangshuga qarab ma'nilik kuldi. Li Sangon bilan ko'rishib kelishdan burun Baqir tog'illari Jangjining Gosi Sangonning qasriga manganligini ko'rgan edim. Balkim kengashadigan lashkariy ishlari bordi. Jangshu ehtiyotchanlik bilan Jashuga tikildi.
u ko'z oldidagi chiroyidan mehribonlik yig'ib turgan bu qerining bo'sh emasligini nihoyatda obdan biladi. Ayni chog'da Lübo Dongjoni o'ltirgandan keyin Lijo Gosi ikkaylan qo'rqqanidan kechalab Shilyonga panohlik tilab qochmoqchi bo'lganda, dal mushu Jashu tuyuqsiz paydo bo'lib, necha eg'iz gap bilan u ikkisini Chang'anga hujum qilishga qoyil qilgan, ham uning o'rinlashtirishi orqasida bir kechadala jahonda tangdish yo'q deb atalgan Lüboni mag'lub qilib qochirib o'tgan edi. Lashkari ish undaq emas-da. Agar Peqir xato faraz qilmagan bo'lsam, Gosi Sanonning qo'lida o'xshash bir poch maktub bor-ku deyman. U ko'rgan maktubni Sav Lijoga yozgan, to'g'rimi? Dedi Jashu so'g'uq kulgan holda beshini chayqab. Bu gapni anglab, Jangshu qo'rqqanidan kayniga 2 qadam chekindi. U aloqzodilik bilan atrofga qarab, atrofda odam yo'qligini jazmlashtirgandan keyin Jashuning oldiga kelib, bo'sh ovozda shundoq dedi. Taqsir darvaqa dono zotganlar. Peqir xaqonimizni bu ikkisining xo'rlashiga chidab turolmay, amalsiz bu tadbirni qo'llanishga majbur bo'ldim. Yanıla taqsir o'zlarining aldagi avom fuqarolarni o'ylab, bu yelamni pash qilib qo'ymasliklarini o'tinaman. Uning chiroyida hayronlik aks etib sal turib olgandan keyin Jangshuga qarab shundoq dedi. Darvaqa shundoq-kanda. Yo'y, Lijo, Gosilarning ishlariga men qiziqmayman. Biroq mening qiziqayotganim orqada turib bu ishlarni planlagan odam. U tog'i jiyan ishkinglardan foydalanib, Lijo Gosilarning orasini buzib, ishni talashib solgandek talashtirsa, vaqti kelganda 5000 otliq lashkar bilan sizlar bilan uchrashsa, eng cho'ng yangichi bo'ladi. Yaxshi tadbir, isil chora, qolt sili bo'pti. Haqiqatan qaltisgan. Qani, mang'adan. Orqada turib plan tuzgan dono zodi kim? Jashuning zaharxanda aqldor deb nom erishi uning boshqalarga qanchalik zaharxanda aql ko'rsatganligini emas, balki hiyla ishlatib o'zini qo'g'dashni oldingi o'ringa qo'yganligi edi. Bu chog'da u nihoyat sezgurlik bilan bu dono zotning boshqarishi ostida Chang'anda o'zgarish bo'ladigandek his qilgan edi. Bundoq chog'da salliq xato sapti turib qolsa, jinini saqlab qololmaydi. Jangshu yo'shirib ketolmaydiganligini ko'rib, cho'nqur bir tinib oldi-da, egri besiqlik bilan shundoq dedi. Taqsir. Denmoning ismini anglab baqqanmedilar. Sav yangidan vazifaga tayinlagan. Eliq 10 necha yoshlik bola Denmoma? Dali o'zi. Jashu bir tortdi. Ko'zlaridan hayronlik chiqib turadi. Yaxshi o. Darvaqa bo'ladigan maysa ko'kidan ma'lum bo'ladi ekan. Bu odamning ilm-fikriga boy ekanligini burunla anglagan edim. Shu bo'g'ashqila Savmingda Yanjoda putrab turalagan. Dastlabda men tek haqlar bek oshirib etdimikin deb o'ylab ekanman. Hozir qarsam bu odam rostli bir istidod egasi ekan. Savmingda bu odamga erishgan bo'lsa, o'ttir tuzlanlikda tangdishi qolmagadek. Jashuning ko'zlaridan Denmo'g'i bo'lgan qoyillik va intilishni ko'rib, Jangshu o'xtardi. Shuncha o'ylanibmi, Jashu degan bu qeri ablahni o'ylamay, ishdan chatoq chiqqali tasliq qoldi. Elimi u mushavirning istidodiga qoyil bo'pti ekan. Taqsir, o'zlari bilan diyen mushavir farosat babida tangdaysiz kishilar. Odamlar o'z xili bilan deydigan gap bor. Bo'lmasa o'zlarimi biz bilan birga xoqonimizni qo'g'dab, urush ma'lumotchiligidan xalos bo'lsalar. Jashu kulimsirab qo'yib beshini lingshitdi. Jangshu taklif qilmagan taqdirdimi, hozirgidek bundoq vaziyat ostida Jashumu o'zligidan savsovni tanlaydi. Yo'y, amdiki bu bir necha kunda Lijo bilan Gosilla cho'qim o'zaro qirg'in qilishadi. Sizlar fursatdan foydalanib, Lijo bilan Gosining o'rda ichidagi ko'z quloqlarini ostirtdan joylab etsizlar. Ular cho'qim buningga qarab bo'lolmaydi. Vaqti kelganda Savsangunning odamlar qirg'in qilib kelsa, Juniye oldiga chiqsin. Sizlar lashkar boshlab, Xoqonni qutqizib chiqib, Chang'andin kessizlar. Taqsirining yo'l ko'rsatganiga ko'pdan ko'p tashakkur. Peqir hozirli berib o'rinlashtiray.
ish bitgandan keyin faqir cho'qim savbegimga aynan ma'lum qilib, taqsir uchun ajr to'pi talab qilaman. Men uchun baribir. Biroq peqir fursat bo'lsa, Dianmo bilan sharaf ishkash mungdishib, uning istidodini bilib beqishni orzu qilaman. Qadimdan donishmandlarning hammasi paslashishga amroq. Gerçi yerim ömrünü yaşap bolgan bolsumu, Joshuymu buningdan mustasno emas bo'lib, u ko'nglida fursat bo'lsa, Dianmo bilan sinishib beqishni o'ylaydi. Taqsir buningdan xotirjam bo'lsala. Ham saboq inimdan anglasam, Dianmo shavur garchi kichik bo'lsa-mu, o'zi istidodliq, mijozi muloyim, chiqishqoq. Hech qanday kibr yo'q kishgan. Uning o'zlari bilan gapining bir yerdan chiqadiganligiga ishonaman. Basla ishlarini qilaversizlar. Peqirmo sarayimga qaytay. Aqllar cho'loq tomning ostida turmaydi. Urush ma'lumotchiligi boshlanganda o'zini qo'g'dashga mohir odam bo'lish sifati bilan albatta uyga qaytib ko'rinmas bola qazolardan saqlanish kerak edi.